Hammaga salom, sizlar bilan Instus. Bugun do'stlar sizlar bilan birgalikda Instagramda qanday qilib jonli efir tugmachasini yoqishni sizlar bilan ko'rib chiqamiz va o'rganamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya yozuvi turgan bo'lsa, ustiga bitta dona bosib qo'ying. U sizga kommentariy yozsangiz, sizlarga tekinga obunachi qo'shib beriladi. Keyingi konkurslarimizda qatnashishingiz uchun. Do'stlar, hozirgi kunda Instagramda cheklovlar qo'yilgan. Birinchisi, 1000 ta obunachi bo'lmasa, Instagramda jonli efir tugmachasi o'chib qoladi. Qanday qilib o'sha narsani yoqish mumkin? Birinchi usul, Instagram akkauntingizda 1000 ta obunachi bo'lmasa, sizlarda ham o'chib qolgan. Agar 1000 ta va 1000 tadan oshiq podpischilar bo'lsa, sizlarda jonli efir qaytadan yonadi yoki jonli efir o'chib qolmagan. Shu obunachilarni qanday qilib sifatli va Instagram akkauntingizga zarari tegmagan holatda yoqishni sizlar bilan bugun ko'rib chiqamiz va o'rganamiz do'stlar. YouTube kanalimizda bir-biridan ajoyib video darsliklar bor va shularni ko'rib sizlar bemalol o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Instus, bugungi videoni biz boshladik. Do'stlar, Telegram kanalimizga o'tib olamiz. Telegram kanalimiz manzili kommentariyada qadab qo'yilgan va opisiyaniyada bo'ladi. Ustiga bosamiz va o'tib olamiz. Telegramga kirib olganingizdan so'ng esa mana bu yerda e'lonlar tashlanib qo'yilgan do'stlar. Bemalol o'sha yerdan ko'rib turib, haqiqiy Telegram adminimizga bog'lanib turib, bemalol xohlasangiz Amerika nomer, xohlasangiz Instagram jonli efir, like, kommentariya, podpischik hamma narsa qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda sizlar Instagramingizni 1000 ta obunachi va 1000 tadan oshiq 1,5 ta yoki 2000 ta yoki 1000 ta qilib olishingiz kerak bo'ladi va 1000 ta qilish usuli birinchi navbatda qaranglar. Zararli va zararsiz yo'llari bo'ladi. Birinchisi, Instagramga 1000 ta nakrutka urdingiz, u sirazi chiqib ketib qolishi mumkin. Bizdan ursangiz, biz adminimiz orqali bog'lanib turib Instagram nakrutkalaridan foydalanib ursangiz, biz garantiya beramiz, hech qanaqa minuslar bo'lmaydi va primoy efiringiz o'chib qolmaydi. Oddiy obunachi yokida oddiy obunachi orqali primoy efirni yoqish o'sha narsa yozsangiz, o'sha podpischik kerak va primoy efir yoqishim kerak deb yozsangiz, sizlarga chiroyli narxlarda, skidkalarda qilib berishadi va sizlar bemalol foydalanishingiz mumkin va Instagramda yana qaytadan jonli efir tugmachasini yoqib, bemalol jonli efirni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Bir xil buglar bor, unaqalar bor, u hech nima o'xshamaydi. Faqatgina obunachi ko'paytirib turib jonli efir yoqishingiz mumkin. Boshqalar o'rgatadi, u qiladi, bu qiladi. Ularning hammasi yolg'on do'stlar. Ishlashi mumkin, o'zingiz uchun ko'rinib turadi jonli efir. Boshqa o'zingizni podpischklaringiz hech kimda chiqmaydi, faqat o'zingiz uchun qilib u kerak emas. Bizdagi hammaga ko'rinadi. Oldingidaqa Instagram primoy efir qilib yurishingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Instus bemalol bog'lanaverasizlar. Ishonchli, sifatli, garantiyali xizmatlarimiz. Sizlar bilan Instus, keyingi videolarimizgacha ko'rishguncha do'stlar.